Ha o'g'lim, nima qilyapsan? Assalomu alaykum dada. Koptoy o'ynayapman. Men senga nima qilgin dedim? Ozgina koptoy o'ynayotgandim. Ol koptoying, uyga kirchi. Ha, keldingmi o'g'lim? Keldim dada. Koptoyni menga ber. Mamig'ish, bir yoq qo'lingni ko'tar. Mana mami kitob. Ikkinchi qo'lingni. Ikkaloni ko'tarib turchi. Dada, qo'lim og'rib ketdi. Yana ozgina ko'tarib tur. Dada, boshqa chidolmayapman. Ha o'g'lim, qo'lingdagi ikkalovida qaysi biri og'ir ekan? G'ish og'ir ekan. O'g'lim, kelajakda mana shunaqa og'ir ishlarni ko'targin kelmayotgan bo'lsa, nimaga yetganimni qilib kitob o'qimayapsan? Men ham yosh bo'lganman. O'yin qiziq, lekin bilimni vaqtida olish kerak. Bu yoqqa kel o'g'lim. Otalar hech qachon farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Mana yetganimni qilib kitobingni o'qib bolam. Xudo xohlasa, bu dunyo kam bo'lmaysan bolam.